Assalomu Mahmudjon Qo'chqorov. Inson tilining. Inson tilining kelib chiqishi. Inson tilining kelib chiqishi. Yagona ilmiy empirik nazariyasining asoschisi Amerika Qo'shma Shtatlari Bruklen shahrida. Salom hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Mahmudjon Qo'chqorov. Inson tilining kelib chiqishi yagona ilmiy empirik nazariyasining asoschisi Amerika Qo'shma Shtatlari. O'zbekiston juda ham katta haligi, masalan, любой mamlakat juda ham katta konlar topib olsa, mo'jizaga o'xshab hamma xursand bo'lardi-ku. Ya'ni bu millatni kelajagi, millatning iqtisodiyoti, millatning qudrati bo'ladi-ku. Odam tili ham shunaqa. Odam tili ham turkiylar uchun, lekin o'zlarini ular turkiy deb hisoblamaydi-ku. Hozir sizlarni boshqarayotganlar birontasi o'zlarini turkiy deb hisoblamaydi. Hech bola ishlayapti. O'shaning uchun hattoki gaz, o'zimizga yetadigan gaz, oltin, uranlarni ham foydasi bizga tegmaydi. Bizga faqat qarz keladi. Odamlarning qasasi qolmaydi. Shuningdek, mana bu ilmni ham, bu odam tili agar bironta o'zini hurmat qilgan millatning topilmasi bo'lsa-da, endi o'shani farzandi o'sha tilda olib chiqib tushuntirgan bo'lsa, u bunga juda katta ahamiyat qaratiladi va men sizlarga kecha aytdim, o'sha JMga yozinglar. JM masalan Mirziyoyev tanqid qildi. Tilga xoinlik qildi debdi. Men o'zini xoinlikda ayblayapman, chunki odam tilini gapirmayapti. Yoki aytish kerak, men ketimdan kelmaydi, ketim yetmaydi, kallam bilan ko'tim farqi yo'q, men tushunmayman u odam tilini deyish kerak. Odamlar tushunyapsiz, sizlar tushunyapsizlar. Kecha men she'r o'sha fors tilida gapiradi u uyda-da. JM Eroni-ku. She'r degan so'zni juda yaxshi biladi, fors tilini juda yaxshi biladi, tojik tilini yaxshi biladi. She'r, tojik tili, fors tili deydiganlardan bittasi shu. She'r hech qanaqa fors tojik tiliga aloqasi yo'qligini, hatto opda aloqasi yo'q, hatto tojik degan so'zni aloqasi yo'q. Unaqa tilning yo'qligini men olib chiqyapman-ku. Chiqsin, jahli chiqmaydimi? Bu bizning Eroni tili, fors tili deb turib chiqmaydimi? Yoki o'sha nima Zelimxon pul qudrati ularda-ku, resurslar. O'sha nimani ham menga yozgan to'g'ri bo'lsa, o'sha orqali 1.200.000 ni tufta qo'l tegdi, qovoq tegdi, hech narsa qilmagan narsaga pulni sug'urtirib olgan-u. O'shaning uchun Google tarjimon rasvo-ku, dunyoda eng rasvosi o'zbek Google tarjimon-ku. Endi o'sha prezident o'rnida Mirziyoyevning o'rniga men o'zimni qo'yib ko'ryapman-da. Mana shuni so'ranglar dedim. Men agar ularning tilida o'sha nemismi, von der Leyen yoki Macron fransuzmi, endi ular ingliz tilini biladi, unisi ham. Yo ingliz tilida gapirishim kerak. Agar menga qolsa o'zimni ona tili o'zbek tilida gapirishim kerak. O'zimni tilimni hurmat qilaman va o'zimni tilimda o'ylayman. Lekin qolgan tillar ham meni tilim. Odam tili Beruniylar buni bilgan. O'shaning uchun 30 dan ortiq tilda yozgan. Farobiylar ham, Beruniylar ham, bizni ilm maktabimiz ana shu tilning davomi bo'lgan. Matematika bilan tilning farqi bo'lmagan. Men hozir sekin-sekin mana olib ko'ryapsizlarmi? Maqolalar qo'yapman. O'zi matematika bu. Turgan putgani matematika bu. Til ham o'zi xuddi barmoqqa o'xshagan kodlangan. Birinchi til bir bo'lgan. Birinchi odam bilgan narsa mavjud. Mana bitta chiziq, mana bitta vertikal chiziq, mana bunaqa barmoqqa o'xshagan bitta chiziq, mana shu turibdi-yu, ko'ryapsizlarmi? Mana shu birinchi tilimiz bo'lgan. Bu ontologik kategoriya, mavjud degani. Bu matematik kategoriya, bir degani. Bu lingvistik kategoriya, men odam degani. Ko'ryapsizlarmi? Ana buni inkori pi bo'lgan, i'ning inkori pi. Chunki i'ni odamga o'xshaydi, bu shakl, bitta chiziq, bitta odam va mendan boshlanadi. Ana shu bir yoki i Xitoy tilida eng to'g'risi Xitoy tili i bitta ichaqdagi i odamning shakli i. Unaki li, ali bo'lib ketaveradi. Alif,
Eshitilyaptimi yo'qmi? Necha bola eshitilyapti? Yana qotdimi? Nimaga layklar yo'q? Nimaga layklar yo'q? Layk chiqmay tursa to'xtayman men. Ali chiqib ketaveradi-da. Endi men bu narsani men asosladimki, birinchi tilimiz ham matematika, ham til farqi bo'lmagan. Barmog'imizda ham sanaganmiz, ham gaplashganmiz. O'shaning uchun nechta ham deymiz, inglizcha ham deymiz. Chanta ham deymiz, rech ham deymiz. Speech ham deymiz. O'sha barmog'imiz-ku. Chirs sunaydigan kichkina daraxt shoxiga o'xshagan bizning barmog'imiz ham konechnik-ku. Stoli bilagimiz, qo'limiz. Va hokazo. Bu ma'no, faqat ma'noni uzatish uchun eng optimal, eng qulay, eng kam tovush va nima shakl kerakdigan oson, tabiiy formatlangan shakllardan foydalanganmiz xolos. Hamma narsa osonlikka intiladi. Oson murakkab narsaga chopmaydi, sodda narsa turganda. Qisqa yo'l turganda uzun yo'l bilan bormaydi maqsadga. Ya bu topokratiya, hozirgi topokratiya hamma narsani so'zlar shunaqa paydo bo'lgan, bir necha tovushlarning kombinatsiyasidan uzun so'zlar bo'lgan va u nima bo'lgan? Tasodifiy. Ya'ni nima shartli. Biz odamni odam yoki human yoki otda ot, qo'lni qo'l, oyoqni oyoq bir narsa deyishimiz shartli-da. Hech qanaqa uning tabiiy va mantiqiy asosi yo'q deb qabul qiladi-da bu Desessuar bilan Noam Chomskyni. Ikkalasini ham chiyillatdim-ku. Shogirdlari chiy dedi, yetolmaydi-ku, tishi o'tmaydi-ku. Ular matematika, logika, optimizatsiyadan kelganda formulani hali ko'rsatmasa qochdi. Agar formulalar bilan agar keyingi bosqich tushunavermasa, keyin sekin mantiqqa o'tib formula bilan to'plam nazariyasi bilan tushuntirishni boshlayman. O'sha to'plamga o'tdim. Men o'shanda ham aytganman, men hali matematikalashtirmayapman. Hali men uni simvollar, belgilar, sign nimaga o'tmayapman. Fonosemantikasi tahlil qilyapman. O'zi bu fono, sino, semantika. Uchta bir-biriga bog'liq bo'lmagan murakkab alohida kategoriyalar orasidagi umumiy logik, mantiqiy umumiylik topilib turib, shu bo'yicha kodlangan. Bu juda ham murakkab programmalashtirish, forma, matematika, logika. Bu tilchilarning ko'ti yetadimi? Vobshe ko'ti yetmaydi. Do'ng qaytiraman hammasi. Endi mana bu ayflarni ko'ti yetishi mumkin. Agar u tilda mohiyatini obroz o'rgansa-da, u jamiyatni o'rganmaydi-ku, jamiyat muammolarni o'rganmaydi-ku, chapak cholib o'tiraveradi-ku. Sharmanda, uyatsiz deydigan odam yo'q. Yana O'zbekiston qahramoni, senat deputati, parlament minnasasi, institut direktori. Ana bular hamma narsaga aralashish kerak. Tarixga ham. Mana shu kvadrat tenglamani kvadrat tenglami emas, Xorazmiy tenglamasi deb atalsin deb o'nda nima qilish kerak? Eshitilyaptimi yo'qmi? Yana qotdimi? Yana qotdimi? Yana qotdimi? Alo, qotdimi? Qotdimi yana? Qotdimi? Eshitilmayaptimi? Bilat onangni hamagasiga forsavashlar yana yopdimi? Eshitilyaptimi yo'qmi? Qotdimi? Demak, o'sha nima qahramon, o'zini qahramon deb nima qilgan, xuddi nimaga o'xshaganda, Otabek Makkamga o'xshaganda yamlamay yutaveradi-da, haromxo'rlar bilan. Ilm fan qanotiga nega aloqam yo'q, ilm fanga demasdan yutaveradi. Korida o'qiman, 7 yil korida o'qiman deb ko't biladi. O'shanda bu nima ham Ayub ham bu bunday o'ylash kerak, millatlik kelajagi, hoziri muammolar, jamiyatning muammosi, uni matematik modellashtirish kerak. Matematik aniq yechimini berish kerak, ko'tlar biladi. Qahramonman deb turib, deputatman deb turib, institut direktoriman deb turib, hech qanaqa foydasi yo'q biladi. Deydigan odam yo'q. Like ham chiqmayapti. Bu ana shu chiqish kerak. Taklif bilan chiqish kerak. Dunyo maktablaridagi masalan oddiy-da, men bitta misol uchun aytaman. Bunaqa narsalar juda ham ko'p. Hali bular bilmagan narsalar ko'p. Bular biladi o'sha kvadrat tenglamani asoschisi Xorazmiy ekan. Xorazmiy tenglamasi deb yozish kerak va hokazo. Shunga o'xshagan narsalar qilish kerak. PR qilishni
boshlash kerak. Millat o'zining yutuqlarini dunyoga ko'rsatish orqali kvota onangni amagaski fosfashistlar. Onangni amagaski bilan. Onangni amagaski fosfashistlar. Onangni amagaski fosfashistlar. Onangni amagaski fosfashistlar. Yana eshitilmayaptimi? Onangni amagaski fosfashistlar. Buyini amagaski bilan. So'kininglarda onangni amagaski fosfashistlar. Sizlar o'ylamanglar bizning resurslarimiz yetishmaydi deb. Resurslarimiz yetib ortadi o'zimizga. Ishlamay yotsa yetadi. Buni hisob-kitob qilgan. Bekorga Karimov aytgan 50 million xalqni boqadi degan. Haqiqatda ham shunaqa. U hali bilib hammasini hisoblamagan, oltinlarni o'zini aytgan. Onangni amagaski bilan. Shu ilmni ham qizg'anadi, chunki ilmli bo'lib qolsa xalq o'ylashni boshlaydi-da. Sizlarni ataylab ilmsiz ham och qiladi. Sizlar o'ylamanglar yetishmaslikning orqasidan. Bular o'g'rida. O'g'ri, lekin bular biladi orqasidan qancha ko'p o'g'irlik qilsa, shuncha bular legitim bo'ladi. Bu rivojlanmas formulasida. O'shaning uchun o'g'irlik qilishga majbur. O'g'irlik qiladi. O'zlari ham xohlaydi. Yana uni loyihachilar ham xohlaydi. Agar xalq qorni to'q bo'lib qolsa, o'zi senlarga qarshi fikrlashni boshlaydi deydi. Xalq aqlli bo'lsa, senlarga qarshi fikrlashni boshlaydi deydi. O'shaning uchun bular nima qiladi? Mumkin bo'lsa ham oylikni ko'tarmaydi, mumkin bo'lsa ham narxlarni arzon ushlamaydi. Mumkin bo'lsa ham Mahmudjon Qo'chqorovga odam tilini bermaydi. Bu ko'tlar-ku. So'kinish kerak. Tamam, boshqa so'kinishdan boshqa bironta ratsional ish yo'q. Hammasi ko'tlar bilan. O'sha jurnalistlar ham, soxta olimlar ham hammasi ko'tlar bilan. Mana meni uzdi. Qancha gapirgan gaplarini uzdi. Onangni amagaskilar, amagaskilar bilan. Onangni amagaskilar. Hozir urug'dan ko'paytirib tashagan. O'zi sanoqli bular muxolifatlari bo'lardi. Karim soxta muxolifat yasagan edi-da. Uni ozodlik fazilatlarida ham karmoshkasini qo'ydirib turibdi. Peltizlar, ana nima, Bobomurod, Abdullalar bordi. Hozir tiqilib ketgan hozir. So'kinadiganlari ham chiqqanda bu endi nomiga odamlar chalg'itish uchun, lekin hech qanaqa strategiyasi yo'q. Hech qanaqa ilmi yo'q. Birlashaylik. Ana nimaga o'xshagan Hasanboymi? O'xshaganlarni, boshqalarni tiqildirib tashlagan hozir. Telegramda ham, YouTube'da ham. O'sha Jemeniki, Namoz Normo'minniki, boshqalarniki jonli tugagandan keyin bir kundan keyin yoki 14 soat oldin bo'lgan, bir kun oldin bo'lgan degan chiqmaydi hech qachon. Ularni qila olmaydi, qilmaydi ularni. Ko'rdilarmi? Menikini qiladi aynan. O'sha narsani men aytganimdan keyin biznikini ham qiladi, o'shanaqa degandek qilib bir kun 1 yil oldin qilgan qivoradi deb turib, mana Hasanboy aytib qo'yapti. Chunki ayt deganda, bo'lmasam seni ham soxta muxolifat ekanligingni bilib qoladi deydi-da. Hammasi soxta, bironta normalisi yo'q. Soxtamasini ham real yechimi yo'q-da. Mahmudjon Qo'chqorovda odam tili yechimi bor. Bu fundamental yechim. Fundamental bo'lmagan yechimlar hech qanaqa yechim bo'la olmaydi. Fundamental yechim bo'ladi. Hamma narsani fundamental sababi bor. Ana shu sababiga chora bo'ladigan matematik aniq yechimi bor. Odam tili. Odam tiliga munosabatiga qarab turib soxta yoki real ekanligini
sinashlaring mumkin-da. O'sha masalan Jahongir Muhammad haqmi, prezident haqmi desalar, ikkalasi ham nohaq deyman-da. Men nima uchun hozir u prezidentni tilga xiyonat qildi degan narsasini o'ziga qaytaryapman, chunki o'zi aybdor-da. Odam tiliga munosabat bildirmaydi-ku, ko'rmaganga oladi, do'ng'aytiradi bo'yini. Buni yopishiga yoki odam tiliga munosabat bildira olmaydi-ku. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha avtoperevodchilar, ya'ni digital raqamli perevodchilar hammasi rasvo-ku. Dunyoda eng rasvosi o'zbekcha va Afrikani haligi mayda tillarni ham yaxshi perevod qiladi. Chunki real kimdir ishlagan uni ustida. Buni ustida qo'l tegdi, qovoq tegdi deb 1.200.000 mingga o'tkazib yuborgan. Ataylab qilganda o'zbeklar hech qachon katasi qolmasin. Prezident hech qachon o'zbekcha gapira olmaydi. Avtoatvetchik kodni kallani kod deb perevod qiladi u avtoatvetchik. Endi tirik perevodchilar bor bo'lmasa, hozir hamma avtoatvetchikka o'tgan. Mayli, tirik perevodchi qiladigan bo'lsa ham o'zbeklar ilmsiz hammasi. Ataylab ilmsiz qilganda, forsi parashistlar. O'rislar bor. O'shaning uchun o'rischa gapirsa, u o'rislar fransuzchaga ham, inglizchaga ham to'g'ri perevod qiladi. O'zbeklar unaqa emas. Ilgari bo'lgan bo'lsa ham hozir hammasi IELTSdan muncha oldin boshqa qiladi, lekin u konseptual fikrlaydiganlar bo'lishi kerak, keng fikrlaydiganlar bo'lishi kerak. Hamma nimani kontekstni yaxshi tushunadigan bo'lishi kerak. U IELTSda eng maksimum olsangiz ham u narsani qilish ishonchmas. O'sha sinxronniy perevod deydi-ku, sinxron tarjima. Uning uchun ko'p gazeta ilgari gazeta bo'lardi, o'sha onlayn gazetalarda o'qish kerak, siyosiy xabarlar, o'sha millat, masalan Fransiyaga telefon qilayotsa, Fransiyani siyosiy gazetalarini o'qish kerak. U qanday yoritiladi, qanaqa qochirma so'zlar ishlatiladi, hatto maqollarigacha bilish kerak. Unaqalar yo'q-ku, o'zbeklarda hammasi soqaga o'qitadigan qilib qo'ygan-ku. Poraxo'rlar fabrikasiga aylantirgan. Yevropalik guruhlar bo'limini normalni o'qitadi. Nasionalniy guruhlar o'sha 70-yilda o'sha Melkulov davridan boshlab poraxo'rlik fabrikasiga o'tkazish boshlangan. Birinchi Samarqand eng enasini kirgan poraxo'rlar fabrikasi. Hamma oliy o'quv yurtlari. Atrofidagi keyin Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo o'shalar ham. Ana undan keyin enasiga kirgan Toshkentga keladi, ana undan keyin oxirida vodiy. Vodiyda bo'limini nima bor? Obyektivlik bor. Chunki aholi zich ko'zdan yashirib bir narsa qila olmaydi. O'tgidek masala. Ana so'ranglar dedim, so'radilaringmi Jendan? Undan keyin ikki marta chiqdi menimcha. O'sha prezidentni tilga xoinlik qildi, o'zining tilida gapirmadi degandan keyin, undan keyin menimcha bir marta yo ikki marta yana jonli qildi. O'sha jonlida so'ramanlarmi? Menikini yo'q o'qimaydi. Yoki bloklanadimi? Nima? O'qimaydi, men qilib ko'rganman-ku. Nima? Chunki bizda tarjima xizmati xaltura, o'zbek tilida Google tarjimon ham eng xaltura, demak o'shanga asoslangan har qanday raqamli perevodchilar xato nima qiladi. O'shaning uchun rus tilida gapiradi hamma siyosatchilar, shu jumladan Mirziyoyev ham deb aytmadilar. Nimaga aytmadi? Unga kim aybdor? Siz xabaringiz bo'lsa kerak. Shu lug'atga aralashgansiz siz ham deb turib so'ramanlarmi? Mahmudjon Qo'chqorov o'xshaganlar real ilm qilsa, unga pul 1.200.000.000 dollarga sotib olishi yoqda tursin. Misol uchun u nima lug'at shundaycha ko'chirishadi ular. Bu yangi original ilm, fundamental ilm bo'lishiga qaramasa 1.200.000 dollarga sotib olish u yoqda tursin O'zbekiston. Bekorga bersa ham yopadi. Chunki xalqqa haqiqiy ilm kerak emas. Chalg'itadigan, tupoy qiladigan, manqurt qiladigan, rivojlantirmaydigan, rivojlanmas formulasida rivojlantirmaydigan kontentlar kerak. G'iybatlar,
kimni zo'rlabdi. Ana Olim Sulaymon chiqdi. Olim Sulaymon eshitilyaptimi yo'qmi? Like bostirib eshitayotgan bo'lsa, Olim Sulaymon chiqdi o'sha nimada. Eshitilyaptimi yo'qmi? 28 ta odam ko'ryapti. Eshitilyaptimi yo'qmi? Olim Sulaymon aytayaptiki, hammasi nima bo'lib ketdi, korrupsiya bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi deyapti-da. Xuddi sistemani o'zi korrupsiya sistemasi. Xuddi bu alohida bir holatlar deb aytyapti. O'zlidibni nima Toshkent viloyat mana bu Qibray tumanini O'zlidibni vakili 1 million 200 ming dollar olib pora olgani nima qo'lga tushdi dedi. O'zlidib kim partiyasi? Prezident partiyasi. Prezidentga nima qilyapti? Boshqa klanlar tomonidan prezidentga zarba beryapti. O'zlidib qaysi rayonda partiyani vakili hokimiyatdan o'tib poraga yer ola oladi? Birontasi yer olib borib yer sota oladimi? Hech narsaga ko't yetmaydi, o'zi aytyapti. Deputatlarni partiyani deputatni ko'tidan hech narsa kelmaydi deb yig'layapti o'zi. Nima? Olim Sulaymonov. Endi aytyaptiki, lekin O'zlidibning partiyani tashkilotini mana Qibray bo'limini rahbari 1 million 200 ming dollarga o'sha yerda yer sotib qo'lga tushdi deyapti. O'zlidib demak hokimdan ham ustun turadigan partiyani vakili bo'lsa, u to'g'ridan-to'g'ri prezident bilan aloqasi bor degan. U ham O'zlidib-ku. O'shanga uzatadi deyapti. Undan yo'q qilyapti. Nam yo'q qilayotgan hozir men isbotlayman. U aytdiki, ko'cha tamom. Bittasi aytdi, ko'cha bunaqa palonchi dedi, yo'q undan ham zo'ri chiqqan. Kim desa davlat aka dedim dedi. Mana ko'cha salimlarni ham o'tkazib qo'yadi, davlat aka dedim deydi. Endi qarang, qiziqda. Davlatni o'zi ko'cha demoqchi bo'lyapti. O'sha mafiya davlatni o'zi deyapti. Вот где masala ko'ndalang. Mafiya ko'chani o'zi deyapti. Вот где masala ko'ndalang. 4 tasi $1. Вот где masala ko'p ko'ndalang. Davlat aka chiqqan deyapti. Hammasini qiladi. Mana o'sha salim-palim narsalarni ham o'tkazib yana olib chiqdi dedi. Bu hammasi o'zlarining nimasi? Men oldin ham aytganman. Bular bu sun'iy ko'cha, real ko'cha emas. Bu NKVDning ko'chalari. Ya'ni bular ataylab ko'rsatadi, o'zlari qila olmaydigan, davlat nomidan qila olmaydigan narsa ular orqali qiladi. Keyin o'zlarini ko'rsatib qo'yish uchun, xalq oldida qudratini ko'rsatib qo'yish uchun ularni rosa birinchi ko'taradi. Ularni vobshe afsonaga chiqarib yuboradi-da, keyin o'sha afsonalar bir pasda qamagan bo'libdir. Ha, davlat kuchli ekan, adolat bor ekan desin deb. Davlat aka deb turib, ataylab bu nom yo'q qilyapti. Davlat aka deb turib. Undan oldin parallelni O'zlidib deb aytdi. 1 million 200 mingga sotdi deb. O'zlidibning rahbari o'sha Qibrayda tumanchani bir O'zlidibni viloyat bo'limi ham emas. Bitta Qibray tumani rahbari 1 million 200 mingga yer sota oladimi? Hokimdan balandmi? Hokim bir tinga ilmi undan oldingi gapida hokimlar nimalarni deputatlarni bir tinga olmaydi deyapti. Bir tinga olmaydi deyapti. Gapini bir tinga olmaydi deb turib, uni orqasidan aytayaptiki, o'sha partiya deputat 1 million 200 mingga sotdi deyapti. Qanaqasiga sotadi? Qanday sota oladi u agar o'sha O'zlidib orqali prezident bilan bog'lanmagan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri uzatmasa. Demak, u narsani ushlaganlar prezidentni klani emas, narigi klan endi nima orqali udar beryapti. Bu juda ham xitri udar beryapti. Prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz deb turib
u o'sha o'zlidipi orqali hattoki hokimlarni ham aylanib o'tib yer sotadi deyapti. Chunki boshqa deputatlar bir tiyinlik kopeykalik obro'si yo'q. O'zlidip bo'lganligi uchun deyapti. Вот где masala ko'ndalar. Вот где masala ko'ndalar. Ko'cha deb davlat aka deyapti. Davlat tepasida turgan davlat rahbarini aytyapti. Вот где masala ko'ndalar. Bu degan so'z bu korrupsiyaga qarshi fosh qilyapti degani emas. Qaysidir klanning topshirig'ini bajarayotgan bo'lishi mumkin. Chunki agar rivojlanmaslik formulasini olib tashlash, ya'ni muammolarning fundamental sabablari qiziqtiradigan bo'lsa, odam tili ta'limotiga keladi hammasi. Lekin ular birontasi gapirmaydi, gapira olmaydi. Ularni personalni tanqid qilaman. Endi ana Xushev chiqdi. Nima yana prezident administratsiyasi bo'lgan odam qayta Zaylobiddinov yana qayta amalga keldi bir narsa. Bu ham sababi tushunarli, chunki prezident majbur bo'ldi dedi-ku, ona klanlar aro nimada kuyovni saqlab qolish uchun general nimalarni ishdan ketkizdi dedi-ku, ular bunga qarshi birlashib turib boshqa klanlar bilan, bunga bir qanaqadir zarba bermaslik uchun sizlarni qaytib olaman vaqtincha degandek qilib, mana Zaylobiddinovni oldim-ku. Ana shu Zaylobiddinovni signal qilib ko'rsatgan. Sabr qilinglar. Xalqning oldida shunaqa qilishga majburmiz. Sizlar ham umidni uzmanglar. Meni nimamda, hisobimda sizlar. Mana Zaylobiddinovni ham 3 yil deganda qaytarib oldim, sizlar undan ham tezroq qaytarib olaman. Hech qisi yo'qdi. Chunki bularga hatto aytilsa ham bu ko'zbo'yamachilikka qilinyapti desa ham bular ishonmasligi mumkin-da. Endi shu bilan biz ketdik deb turib unga qarshi koalitsiya tuzish mumkin. Prezidentga qarshi bo'lgan klanlar bilan unga qarshi kompromatlari bor-ku hammasida. Birlashib turib katta bir udar zarba berib qo'ymasin deb turib, yo'q, men haydaganlarni ham shunday qaytib yana ishga joylashtiraman men. Unaqa odatim yo'q, butunlay kechmayman. Vaqtinchalik deb turib Zaylobiddinovni olib kelish bu signal bo'ldi. O'sha bir pachka amaldorlarni ketkizganiga. Sabr qilinglar. Biz xalqning oldida nima qilishimiz kerak? Bo'lmasa o'zim kuyovim qamalib ketish kerakmi? Unaqa bo'lmaydi-ku, dedi-da. Nima qilishim kerak? Ikkita o'tni orasida qoldim dedi. O'shani sizlarni qurbonlikka berdim, lekin u qurbonlikka berganim, butunlay qurbonlikka berganim yo'q, vaqtincha elni ko'ziga, xalq ko'ziga degan narsani bildirish uchun. Ya'ni menga qarshi bo'lib qolmanglar yana. Men hali sizlarni keraksizlar menga. Mana Zaylobidinov mana dam oldim maza qilib. Yana qaytib chaqirib oldim. Deb turib Zaylobiddinovni qo'yish orqali men o'zini signal beryapti. Sizlar bag'rimdasan, qalbimdasan, ko'nglimdasan hammang. Senlarda ayb yo'q, bilaman. Sizlarni uloqtirib ham tashlaganim yo'q degan narsani Zaylobiddinovni qaytib olish orqali amaliy ko'rsatyapti. Вот где masala ko'p kunlar. Yana bilmadim. Ishonmang. Yolg'on. Menda hujjatim yo'q, hech qanaqa asosim yo'q. Men prosta olim odamman va hamma variantlarni qo'yaman. Sizlar o'zlaringiz fikrlaringni aytinglar. Chunki o'sha Xushev orqali uni keyin reklama qiladi. U juda ham bag'rikeng, unaqa odam, bunaqa odam. Kim amalga kelsa uni maqtaydigan odam bu. Ertaga odam tili qabul qilinsa ham, odam tili deb turib maqtavlar, farqi yo'q. Hozir ko'rmaganga olib turaveradi, farqi yo'q. Bu shunaqa toifadagi nimalar. Ularning birontasi jurnalist deb bo'lmaydi. Jurnalist unaqa bo'lmaydi. Jurnalist obyektiv, dolzarb, tizimli, real, muhim muammolarni obyektiv olib chiqadi. Shu jumladan ilmsizlik muammosiga barham berayotgan butun dunyo darajasida, global darajada yechim berayotgan odam tiliga anaqa berish kerak edi-ku. Bermaydi. Mana 46 da ham ko'radim bo'lmasa. Ko'tlar biladi. Mana fashizmga qarshi biz ko'tlarga qarshi hozir biz davom ettiramiz, tugatmaymiz. Fashizmga qarshi birlashingiz. Butun dunyo proletarlari fashizmga qarshi birlashmasangiz, 3-jahon urushi bo'ladi. Yeydigan odam. Tashqa qo'rib o'tiribdi odamlar. Chunki sifatini oshirmayapti-da.
boshqa uni kichkinaroq magazinlarda ham odamlar очередь bo'lib ketadi. Sifatini yaxshilash kerak mahsulot. Turini oshirish kerak, sifatini yaxshilash kerak. Mana pashsha qo'rib o'tiribdi kassani oldida. Ikkitagina kassa. Suzi quruq yeydigan narsa yo'q. O'shdan qaranglar, yog'li go'shtlar. Yog'li go'shtlar. Galopsi bilmadim. Galopsi bilmadim qanaqa ekan. Galopsi.
Tamam. Biraz. На улице холодно. Сегодня вечер еще. Да, холодно. Да. Ложка 2, один положить. Ha, tarixlarimizni namoyon qilish kerak. Tarixdan boshlanadi-da. Siz o'tmishingizni bilmay turib, ildizingizni bilmasdan turib, eshitilyaptimi yo'qmi? Necha bola eshitilyapti? Eshitilyaptimi yo'qmi? Eshitilsa eshitildi denglar, men davom etaman. To'ppa-to'g'ri. Mahmudjon Qo'chqorov yechgan formula barcha olimlarni yechiktiradi, to'ppa-to'g'ri. Bu nimani bildiradi? Jamiyatda olimlar eng obyektiv bo'lish kerak-da, eng to'g'ri, haqgo'y bo'lish kerak. Ular yolg'onchiga aylanib bo'ldi. Xuddi hali bizda Sardobani kalamishlar teshgani prezident ta'biri bilan aytganda. Kalamishlar-ku hammasi. O'shaning orqasidan qancha xalq jabr chekdi-da. Uni baliqqa to'nkadi. Uni ekspertizasini kim qildi? Akademiklarni jo'natdi. O'zlaridan hattoki aybni forig' qilish uchun ko't akademiklarga buyurdi. Ko't akademiklar nima qildi? Ko't akademiklar borib Sardobaga borib buni baliq teshdi. O'shani sud qilinglar dedi. Keyin sud nima deb qaror chiqardi? Endi baliqni biz sud qila olmaymiz-da. Bizda baliqni sud qilish amaliyoti yo'q deb turib, ishni yopib tashlashdi. Demak, bu yerda vijdonsiz, do'zaxi, la'natlar kim? Korrupsionerlarmi yoki akademiklarmi? Akademiklar. Chunki o'sha akademiklar ochmagandan keyin yana qilaveradi bular. Bu nafs, o'g'irlik instinkti hammada bor. Aynan shunaqa o'g'ri nafs instinkti ilmsiz sodiqlardan o'sha loyihachilar millatni talash uchun qo'yadi. Rivojlanmas bo'lmagan butun sobiq sovetlarda. Lekin olimlar o'sha narsani fosh qilib tashlash kerak-da, matematik, neytral bo'lib turib, ilmga, obyektivlikka sodiq bo'lish kerak. Unaqa emas, jurnalistlar ham ko'p, olimlar ham ko'p O'zbekistonda. O'zi normal olimlarda o'zi ham yo'q, bori ham ko'p. O'tgidek masala ko'ndalar. Mo'shta o'sha ayiblar ilmi bordir, matematik ilmi, lekin uni millatga, jamiyat muammolarini modellashtirishga tadbiq qilmasa yoki bo'lmasam tizimli ratsional tizimli real dolzarb muammolarning fundamentini ochib tashlamasa, o'sha haqida tanqid qilmasa, unaqa O'zbekiston qahramoni, unaqa deputat, unaqa olim kimga kerak? O'tgidek masala ko'ndalang. U global doirasida chiqadigan O'zbekiston qahramoni bo'lsa, dunyo darajasida chiqish kerak. Xorazmiy tenglamas deb ataylik. Kvadrat tenglamani deb. Va boshqa narsalarda ham ko'p bu narsalar. Tarixchilarni qo'zg'ash kerak. O bizda matematik yutuqlarimiz hammasi Yevropaning nomidan chiqqan bo'ldi. Faqat u Xorazmiy chiqib ketganda, endi Xorazmiy Yevropa o'rta asrlarda eng ko'p chop etilgan ilmiy asar bo'lgan, bilasizlarmi shuni? Lekin shuni hatto Yevropada ham ko'p gapirmaydi. Yevropada har qalay uni gapirishadi o'sha Xorazmiyni. Bizda umuman gapirmaydi, uni ishlarini umuman gapirmaydi. Maktabda bormi Xorazmiy formulalari degan narsani eshitganmisizlar? Yo'q. Rasmini qo'yib qo'yadi xolos bir joylarda. U ham adabiyot bir narsalar yo tarixlarda.
Eylir tenglamasi, boshqa tenglama. Hammasi bizni turkiylar tenglamasi. Birontasi hammasi xato, hammasi o'g'rilik. Nyuton formulasi, Nyuton qonuni bo'lmagan gap hammasi. Shundaycha Beruniynikini o'g'irlagan. Hatto Einstein ham. Hatto Karl Marx ham Temurdan o'g'irlagan hammasini. Temur davlatchiligi, Temur o'rgangan davlatchilik asosida Temurda anaqalaridan yashirilgan hujjatlar faqat tuzuklarni bilasizlar-ku. U o'rganib, polniy, fundamentalni o'rganib Turkiylar davlatchilik. Temur haqida yozgan hatto. Agar yozmagan bo'lganda ham boshqa gap edi. O'shani ham o'rganmaydi. Biladi, Karl Marxni biz xudo deb ko'rardik-ku, Lenindan ham baland Sovet davrida. U bor yo'g'i Amir Temurdan o'rgangan ekan-ku va Amir Temur haqida yozgan ekan-ku. Deb ham birov gapirmaydi, yozmaydi. Вот где masala ko'ndalar. Mayli, hech kim like ham bosmayapti, hech kim eshitmayapti ham shekilli, qotdi shekilli. Qotdi shekilli. Mayli, tugata qolamiz-da. Men yana bir narsalar gapirmoqchi. Har safar gapiraman degan narsa asosiy narsalar qolib ketadi-da. Mana ko'tlarda qolib bekitish bilan, so'kish bilan o'tib ketaman forsa fashizmni. Lekin bu ham juda muhim. Hamma so'kinish kerak. Forsa fashizmga qarshi so'kinish nazariyatini o'rganish kerak. Dunyoni 3-chi nima urushdan qutqarish uchun. Endi mana Trampni hamma jinniga chiqaryapti. Trampga o'sha jinnilik roli berilganda. Tramp jinni. Trampga shu rol berilgan. Dunyoni oston ustun qilish kerak. Amerika shundoq ham cho'kadi. Bularni 80% dan ortiq iqtisodiyotning VVP'sining asosiy qismi ko'pikdan iborat, xizmat va moliyadan iborat. Real iqtisodiyot emas, real biror narsani ishlab chiqarish emas. Mana gap gide masala ko'ndalar. Soya, poya, bir narsa, mashinalar hech qancha nima aniq qilmaydi, ishlasa ishlab chiqarmaydi deyarli Amerika. Harbiy bor to'g'ri. Bo'lmaydi. Dollar va qarzni eksport qiladi bular. O'zlarining qarzlarini bor-ku, o'shani ham olmay qo'yyapti ular. Baribir bu yiqilishi aniq edi. Yiqilishi aniq bo'lgandan keyin izolyatsiyonizmga o'tadi. Bu mavjud narsa. Allaqachon nima qilingan? Izolyatsiyonizm qilsa, bo'lmasam bu o'sha qarzlarini xizmat qilishga yetmaydi bulardan nimasi? Iqtisodiyot. Ezib qoldi u qarz. Demak, nima qiladi? Izolyatsiyonizm qiladi. Izolyatsiyonizm qilsa Amerika xalqi ochdan o'ladi-ku. Chunki ular ham ta'rif qiladi, Xitoy ham ta'rif qiladi, Meksika ham, Kanada ham ochdan o'ladi, ochidan o'lmaydi. Ochidan o'lmaslikka keyin majbur bo'ladi. Ichkarida keyin tovar va mahsulotlarni real iqtisodiyotni rivojlantirishga. Katta urush davrida real iqtisodiyot kerak bo'ladi. Real iqtisodiyot kerak bo'ladi. Real ekonomika kerak bo'ladi. U puzurlar hammasi yoriladi. Amerikani aytayapman-ku 80-90% qimmatli qog'ozlar moliya bozori va xizmatlar. Real iqtisodiyot Xitoyda real bir narsalar ishlab chiqarish. Kerak bo'lsa 2 barobar ko'p Amerikadan real iqtisodiyot. Endi qaranglar. Ana bitta nimasini olib chiqyapti, Vyetnamni olib chiqyapti. Vyetnam. Vet degani ham nam degani, nam degani vet degani. Bizni bobolarimiz hamma joyda xuddi keta Sudan degani suvni bo'yidagi dan, andini, an dedim-ku, Andijon, Andalusiya, Xo'jand degan, Samarqanddagi andi, uni oldiga la qo'ysangiz, land ayab qo'ysangiz. Uni oldiga bo'ladi, aytsangiz, baland. O'shanday Sudan va boshqa andi deganda Vyetnam degani ham nam degani. Nam degani qo'lga olib, ya'ni to'kilgan suv, havodagi suv yoki yerga to'kilgan suvni qo'lingizga ola olmaysiz-ku, nam bo'ladi. Vet degani ham shunaqa. Vet degani suv degani, chunki W faqat bir tomonga, et degani bo'ladi, uzoqlashadi yoki tushadi degani. T vertikal demadi. Ya'ni doim degani. Vet degani ham suv, nam degani u olib bo'lmaydigan suv degani. Vyetnam degani uni havosi shunaqa, Vyetnamning havosi. Ular biladimi? Yo'q, hech qachon bilmaydi. Endi qarang. O'sha aytayaptiki, o'sha nima deyapti? Hoshimin deyapti, Hanoy deyapti. Hoshimin degani ham nima degani? Odam degani xolos. Ha qo'li. Demak,
qo'lini ho degan qo'lni ko'tarishi hoshi im. Demak h osh im egallagan. In hoshim degan bizda ham bor-ku. Qo'li yerda emasda, hayvonlarning qo'li yerga tegib turadi-ku, to'rtta oyoqqa bo'lib. Hayvon degani ham o'zi nima degani? Ay suvga o'xshagan bo'ladi, qo'li ay bo'ladi, hay bo'ladi. Qo'li ay suvga o'xshab yerga tegib turadi. Biz o'sha ayni o'rniga ob deymiz-ku. Suv yerga tegib turgani uchun qo'limiz suvga o'xshab yerga tegsa, hop uxlaganday qo'limiz tegadi bizda, hop qilganimiz. O'sha xato emas, chunki suvdan bunaqa y degan tovush chiqadi, lekin o degan tovush chiqmaydi. O'shaning uchun or, dor, baland bo'ladi. Uxlolmayapman, past bo'ladi, u noto'g'ri, lekin qabul qilingan. Mana qabul qilingan joylari ham bor. Eshitilyaptimi yo'q, layklar yo'q-ku. Ular ay bo'lsa, suvga o'xshab yerga tegib tursa, hay bo'ladi. Biz ham ayvon deymiz, to'planamiz. Ay bo'lamiz, to'planamiz. Ustida emas, onni haligi shipini tomini ustida emas, v on tagida bo'ladi, pastida degani. O'shancha hayvonda endi qo'li suvga o'xshab ay bo'ladi, pastda bo'ladi degani. V on ustida emas, pastda degani hayvonda ham. O'shanday o'shanday qo'li oshi bo'ladi. Osh degani qo'li ko'tarilganda endi og'izdan olingani o. Demak tanadagi o baland bo'lgan qo'li bo'lsa, yerdan ko'tarilgan odam shakli bo'ladi. Im o'sha narsani olgan bo'ladi. Men aytib odamda am olgan bo'lsa, bunda im o'sha o'ziniki desa im bo'ladi-ku, sochig'im, qoshig'im o'sha lim l oyoqda turgan bo'lsa, alif lam l am l oyoqda l bo'l oyoqda joylashib olsa lam bo'ladi-yu, m qo'li. Lam mim keyin egallashni boshlaydi, o'rganadi. Yer yuziga, yerda yashashga kirishi va o'shanga moslashishi alif lam mim. Alif endi o'sha tovushi, tug'ilishi, keyin oyoqda turishi, odamning bosqichlari xolos. Alif bu tug'ilish. Unda chiqqan tovush a. Lam l oyoqda o'zini olish, oyoqqa olish, ya'ni tikka turish, ikkinchi qadam. Mim o'sha egallash, nimani, yer yuzini, ya'ni atrofini, muhitni, ya'ni o'zlashtirish. Odamni shu yer yuzini egasi qilib jo'natgan. O'sha alif lam mim ma'nosi shu. Endi qarang. Im egasida sochig'im, nonim, bilim deganda im siz o'sha egallagan narsa. Hoshim degani ham qo'li o balandda bo'ladi. Im o'sha egallagan bo'ladi. Endi in bo'lsa oxirida unda degan narsa, hoshimin. Farqi yo'q. U hamma tillar bitta. O'sha endi xanoy degan nima degani? Xanlar to'plangan degani. Xanlar to'plangan. An to'plangan, to'planish davom etgan. Shaharlarni shunaqa deyish mumkin. To'dalarni shunaqa deyish mumkin. Xuddi bo'rini ham turkiylar to'plaganda xonlar degani o'sha birinchidan qo'l balandda bo'ladi. Ko'p degan ma'noni ham bo'ladi, baland degan ma'nosi so'z. Shu nuqtai nazardan uni tushuntirish mumkin. Endi dalchi u aytayaptiki, nima deyapti u? Trampni o'zini nimalari o'zlariga qiyin qilyapti undan o'zildi. Onangni amagasiga forsa fashistlar qayerda o'zdi? Onangni amagasiga forsa fashistlar biladi. Bunday like ham qo'ymaysizlar, bilmayman-da qachon uzilgan, qachon uzilmagan qayerdan bilaman men. Bir narsaga berilganda ataylab uzadi, onangni amagasiga forsa fashistlar. Ilmdan gapirganda uzadi bu onangni amagasiga forsa fashistlar. Qayerda uzildi? Onangni amagasiga forsa fashistlar 25-yil. Mana bu yozilgan. Odam tilining dushmanlari 25-yilda osilmasa rozi emasman deb yozinglar. Hech narsa deya olmaydi. Nimaga odam tilining dushmanlari? Odam tilining hech kim dushmani emas, u deya olmaydi. Ular ichida biladi dushmani ekanligini. Hammalarni yozib turishadi. Odam tilining dushmanlariga o'lim deb yozinglar. 25-yilda denglar. Ana faqat o'sha forsa fashistlarga tegadi bu gap. Onangni amagasiga biladi. Jonni ham qildirmaydi. Onangni amagasiga forsa fashist ko'plar biladi.
onangni amagasi kelib. Bu yil ochilmasang rozi emasman. Hamma yozsin. Boshqa faşistlar bu yil ochilmasa, odam tilining dushmanlari bu yil ochilmasa rozi emasmiz degan narsa hamma joyda yozib tashlaydi. Odam tilining dushmanlariga o'lim deb yozib tashlaydi. Odam tilining dushmanlari osilsin deb yozib. Odam tilining dushmanlari osilsin deb yozib tashlaydi. Sukunli onasini amaga eshitsin deb yozib tashlaydi. Aynen ama gel, ki faşistler millet.